Oling hammaga. Bu videoni qo'ymasam bo'lmaydi. Menimcha bo'ladi bizani sodda deb o'ylayaptiman. Qaranglar. Abduqodir degan bola keldi, mana shu video yasadi. Buni orqa fonida kimlar turibdi? Kim yurg'izyapti buni? Buni yurg'izayotganlar Izzat degan bola, Arashan brend bor. Mana buni skrinshot qilib olasizlar, mana. Mana skrinshot. Bu turibdi bir-biridan kollaboratsiya qilgan. U ma'lum, hech kim bir-biridan begona odam videosini hech kim kollaboratsiya qilmaydi. Orqasida Izzat turibdi, Izzat o'rgatyapti unga. Sen borasan, shu bolani pastava qilamiz, video yasaymiz, u yog'ida bu yog'ida qilamiz. Keyin hammamiz qo'yamiz, buni sharmanda qilamiz degan ma'noni olib kelishyapti. Uni keyin men o'sha Ozod aka degan odam bor, o'sha kelib ketgan. Mana shu akani ham biz sal xato qilgan joyimiz bor, bekor yaqin olib kelamiz o'zimizga. Bu odam o'yin qilishni boshlagan orqadan, ya'ni biz bilan yaqin bo'lgandek qilib o'zini ko'rsatgan, lekin bizga yaqin emas u. Orqadan ular bilan общенияda bo'lgan. O'sha Izzat bilan общение ham yo'q deyapti. O'sha ya'ni Abduqodirni orqasidagi fonidagi bolalar, masalan, uni kukla qilib jo'natishyapti-da, orqasida buni o'ynatishyapti. Orqasida o'zligi turibdi. U bola o'zi yangi bola ekan, yaqinda o'sha Izzatdan 50 ming dollar ham, 40 ming dollar ham 5-6 ta qo'y sotib olgan ekan, endi sota olmay yurgan ekan. Выставкаga olib borgan, uni arashanchilar bilar ekan. Qo'yni sota olmay yurgan ekan. O'sha endi meni pastda qilgan bolani ismi Abduqodir. Video yasagan. Endi o'tam o'xshamagan videosi, uni o'zi ham biladi. Endi Ozod akaga aytdik, siz bu bolani taniysizmi? Siz orqangizdan kelib emas, siz nomingiz sotyapti, короче. Desam, bo'lishi mumkin emas deyapti. Biz shu darajada o'rgatganmiz, bizani sotmaydi deyapti-da endi. Bu yerda Galasovoy bor, Abduqodir yozgan. Birinchidan bu bilan birlashib harakat qilmaymiz. O'zimiz akalarimiz bor, o'zimiz og'aynilarimiz bor, yetarli. Bizga bunaqa pastava qilib, birovni yomon qilib ko'rsatadigan, tuhmat qiladigan bunaqa insonlar bizga kerak emas. Qaranglar, Abduqodir orqasidan bitta bola kelyapti. Abduqodir bilan kelishinglar yo bu yerda endi ko'chaga yaqin bolalar aralashyapti. Mayli, ularni indamaymiz. Qanaqa yaqin o'rtog'imiz iltimos qildi, qo'y shularni aralashtirma dedi. Qaranglar, shunda ham erkinishini qo'ymi? Sal o'zlarincha yog'iydi bu yog'iydi qildilaring, kim orqasidan keldilaring? Abduqodir deyapti. Abduqodirning orqasidan kim chiqyapti? Ozod chiqyapti. Ozod kim? Izzatni qo'yib beryapti. Mana Ozod aka Arashanni yozgan, skrinshot qilib olinglar mana. Sen bilan yaqinda bo'ylovdi, yo bu yoqda Izzat bilan yoshgan perpiskalar. Buni o'chirib yuborgan Telegramdan Ozod aka. Qisqasi, buni nimaga qo'yyapman? Ozod aka Izzatni qo'yib beryapti. Izzat Anum bilan yaxshi. Abduqodirga qo'y sotgan, o'sha Arashan brend. Ozod aka meni orqamdan o'sha Arashan gruppalarida qamataman degan gaplarni biz eshitdik. Yana bir ikkita informatsiyalarimiz bor. Uni keyingi videolarda qo'yamiz. Ya'ni bu maqsad hozir mana okalar aytishdi, mana shu narsani bilganingni xalqqa ko'rsat, xalq o'z fikrini bildirsin. Bizdan seni davlat himoya qilaydi. Bu odamlarni sanga yana ko'cha, bunaqa razborlar o'tmaydi. Haqqoniylikni ko'rsatib bergin deganlariga mana bir-birini bular ucharasida tanishini isboti bu. Shuning uchun sizlar boshqa telefondan ko'rsatolman. Endi Ozod aka meni qamatmoqchisiz. Meni sudimiz ham yo'q, ma'muriy ham emasman. Meni qarindosh urug'larim bor, aka-ukalarim bor, mana ham o'rtoqlarim bor. Shu qarab turishadi deb o'ylaysizmi? Meni pastava qilib qamataman deb gap chiqaribsiz-ku. Unga gapirib yurgan ekansiz. Tanimaydigan odamga unaqa deyilmaydi, aka. Siz meni tanimaysiz. O'zi kecha kelib yaqinimiz orqali kelib iltimos qilib keldingiz. Biz yo'q demadik. O'zi sizni yaqin olib xato qilganmiz. Endi bu videoni qo'yishimizdan maqsad ertaga menga nimadir bo'lsa, mana shu fondagi odamlar javobgar. Shular qilgan bo'ladi. Mana shu Ozod aka u yoqda bu yoqda gap aylanib yuribdi, что meni qamatmoqchi bo'lib yuribdi. Hozir tem o'ylayapti. Mana Abduqodirni ham tanimayman deyapti. Abduqodir meni Ozod akani taniyman deyapti. Meni pastava qilib video yasagan bola, mana Galasovoyda yaxshi so'rab oling, meni taniydi deyapti. Bular hamma sherik, gruppa bular. Yana informatsiya, bitta narsa, yana bitta doda narsa tayyorlaymiz. Uni keyingi videolarimizda qo'yamiz. Bu xalq bilib qo'yinglar, bular kimligini, bular nima qilmoqchiligini, bular nima qilib meni qo'rqitayotganini. Lekin yeminli Allohdan qo'rqamiz. Qonun taraflama deydimi? Biz ko'nglimiz to'qdi. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Qonun taraflama himoyalanganmiz, to'g'ri yo'lda, to'g'ri yashasak bo'ldi. Yolg'onga, fitnadan uzoqmiz. Lekin sizlarga ham Xudo ham bor, qonun ham bor.
Sizlar yolg'on qilib fitna qilsa, hiyla qilsalar, menga tuhmat qilsalar, o'zlaringiz qamataman deb menga nimadir bo'lsa, eslab qolinglar, mana shu odamlar javobgar. Keyingi videolarimda bular haqida aniqroq ma'lumot beraman.